Assalomu alaykum hamyurtlar, musofirdagilar, barchaga sog'lik, salomatlik tilayman. Xo'p, qora ro'yxat nima? Nima qilamiz shu ro'yxatga tushib qolsak? Deport qiladimi, qamab qo'yadimi degan har xil savollar, murojaatlar. Xo'p, avvalo qisqacha ma'lumot berib ketaman. Bu qora ro'yxat emas, bu o'zbekchasiga tarjima qilganda nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxati deyiladi. Buni joriy qilinishiga sabab shu Rossiya hududida hozirgi kungacha faoliyat ko'rsatib kelayotgan, noqonuniy faoliyat ko'rsatayotgan va hujjatlarsiz ishlayotgan o'zbekistonlik fuqarolarni aniqlash va ularga o'sha qay darajada chorada ko'rish hamda ularni hujjatlarsiz bundan keyin ishlamasligiga yo'l qo'ymaslik. Xo'p, agar siz bunaqa ro'yxatga tushib qolsangiz, birinchi o'rinda sizni kartalaringiz qulflanadi va sizni qay jihatdandir erkinliklaringiz cheklanadi. Misol uchun, bank orqali uyga pul jo'nata olmaysiz yoki qaysidir prilojenelar orqali kartalaringiz qulflangandan keyin va ko'chmas mulk, avtomobil sotib ola olmaysiz hamda kompaniyalar yoki firmalar tashkil qilib biznes yurita olmaysiz Rossiya hududida. Xo'p, endi bunaqangi ro'yxatga tushib qolsak nima qilamiz deyishibdi. Avvalo buni o'sha bitta belgisi kartalaringiz qulflangani, kartangiz qulflangandan keyin siz o'sha bankka murojaat qilasiz, telefon orqali murojaat qilsangiz ham bo'ladi. Shunda ular agar sizga MVD tomonidan sizni kartalaringizga blok qo'yilgan deydigan bo'lsa, siz agar Moskva yoki Moskva oblastida bo'lsangiz, Saxarovaga, boshqa hududdagilar o'sha hududdagi UFMSga murojaat qilib, o'sha yerda maxsus bo'lim bor, MVD yangi bo'lim qo'ygan, shu yerga murojaat qilasiz va nima sababdan sizga o'sha ro'yxatga kiritilganingizni so'raganingizda ular sabablarini aytishadi va sizga shtraf yozishadi o'sha qonunbuzarlik bo'yicha. Siz o'sha shtraf to'laysiz va belgilangan muddat ichida hujjatlarni qilib, keyinchalik o'sha Rossiya hududida ish faoliyatini ko'rsatsangiz bo'ladi. Ba'zi holatlarda vidvorение berish hamda deport qilish holatlari ham uchrab turibdi, afsuski. Shuning uchun doim dokumentlarni qilib, doim dokumentlaringiz bilan yurishingizni tavsiya qilaman. To'g'ri, bu oson emas. Hozirgi kunda ayniqsa salgina qiyin bo'lib qoldi, lekin nima bo'lganda ham chidaymiz, sabr qilamiz va hammasi o'tib ketadi. Aytishadi-ku, har ishda bir hikmat bor deb. Ajab emas bu ham biz migrantlarga yaxshilikka bo'lsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.